Qaranglar mana, menga Cloud AI yangi ilova yasab berdi. Men unga maxsus promptlar kiritdim. Shuning orqasidan menga hamyon ilovasini yasab berdi. Mana Salom Ibrohim deyapti. Hamyon ilovasi sana oilani boshqarib yursanglar bo'ladi. O'zingizlarga mana kirim bo'lgan bo'lsa kirim, chiqim bo'lgan bo'lsa chiqim, pulinglarni nazorat qilish uchun kashlovchada bu. Bitta plus qilasizlar. Mana bugun misol uchun oyliginglar tushdi deylik, maosh deb turib, maoshinglarni 5 million deb yozib yuboramiz. Hop, 500 ming, mana 5 million. Keyin meniki izoh qoldirsanglar bo'ladi. Boshqa narsalarga sovg'adan kelgan bo'lishi mumkin pulinglar. Sanasini boshqarsanglar bo'ladi. Bitta saqlash bosib qo'ysanglar, mana 5 million pulinglar bor. Keyin bo'ldi, plus qilib turib ishlatadigan bo'lsanglar, meniki chiqimga mana bu yerda o'zining kategoriyalari bor. Mana shunaqa kategoriyalardan tanlab o'zingizlarga nima desam ekan, moslab chiqiminglarni, kiriminglarni kiritib yursanglar bo'ladi. Qaranglar. Men bunga mana shu menyusini o'zi so'radi mendan. Qanaqa qilib beray deb so'radi. Mana shu nima desam ekan, kirimga, chiqimga, oziq-ovqatga, mana bu yerda so'ragan. Chiqimda mana oziq-ovqat, transport, kiyim-kechak, ko'ngilochar, sog'liq, shunaqa narsalarga menyusi bo'lsinmi deb so'radi. Men hop deb ruxsat berganimga shunaqa qilib berdi. Buni yasash uchun men prompt kiritganman, bilasizlar. Shu promptni men kommentariyaga, keyin Telegram kanaliga yozib ketaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Cloud AI dan qildirasizlar buni.